Assalomu alaykum go'zal muslimalarim. Bugun sizlarga va'da qilganim Moskva futbolkani asos andozasini o'rgataman. Biz asos andoza chizishimiz uchun bizga kerak bo'ladigan o'lchovlar klient ko'krak aylanasi kerak bo'ladi, bo'ksa aylanasi, bel aylanasi va futbolka uzunligi, kiyim uzunligi deb yozganman. Qizlar, men har doim o'zbekcha terminlardan foydalanishga harakat qilaman. Kitoblarda, bu darslarimizda ruscha termin bo'ladi. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun o'zbekcha aytib o'tib ketyapman. Orqa kengligimiz, orqa bel uzunligimiz va yeng kengligimiz. Bizga mana shu o'lchovlar kerak bo'ladi. Hozir men klientimni o'lchab olganman, qizlar. Mana shu o'lchovlar, mana shu o'lchovlarga sizlar o'zingizlar klientinglarni bemalol qo'yishlar mumkin. Hozir asos chizamiz. Har doimgidek masshtabli liniyada chizaman. Birga bir xil chiqadi, o'zingizlar bilasizlar. Sizlarga video tiniq bo'lishi uchun, aniq bo'lishi uchun, yaxshi ko'rinishi uchun o'tamiz. Xo'p, demak, birinchi bo'lib andoza chizayotganimizda uzun liniya chizib olamiz. Va 90 gradusda chizamiz. Birinchi bo'lib bo'yin o'mizimiz uchun 3,5 sm tushib olamiz. Mana shu yuqori nuqtasidan 3,5 tushamiz. Kengligini 7 sm qilamiz. 7 sm o'lchaymiz va bir-biriga tutashtiramiz. Mana chiroyli qilib tutashtirib qo'yamiz. Endi uzunliklarimiz, bel, orqa bel uzunligi kerak bo'ladi. Bizda orqa bel uzunligimiz mana shu 3,5 tushgandan pastga tushamiz. Xo'p, orqa bel uzunligimiz 43 sm ekan. 43 ni topib belgilaymiz va kiyim uzunligi bizda 70 sm. Futbolkamiz 70 sm topib olamiz va bularga ham liniya chizamiz. Mana shu liniyalar to'g'ri bo'lsin qizlar. Xo'p, endi orqa yeng o'mizini uzunligini topib olamiz. Uni topish uchun belgacha bo'lgan uzunligi teng o'rtasini topib olamiz. Bizda 43 bo'lsa, yarmi 21,5 bo'ladi. Buni topib olamiz. Va bunga ham chiqaramiz. Bu liniyamiz bizda endi orqa kengligiga teng bo'ladi. Orqa kengligimiz bizda, xo'p, qani, orqa kengligimiz 45. 45 ni mana e'tibor beramiz qizlar. Xo'p. Orqa kenglik 45 bo'lsa, buni 2 dan 1ni olib olamiz. Berilgan 2 teng 22,5, biz 23 qilib olamiz va unga harakatlanish haqqi uchun 1 sm qo'shib olamiz. 24 sm topib olamiz. Bizga mana shu kerak bo'ladi va topamiz. Mana shu yerdan shunda chizaymi? Xo'p, 24 sm topib oldik. Ana liniyalarimizni rangli ruchkada chizib beraman sizlar uchun, aniqroq bo'lishi uchun. Biz har doim darslarimda ham qora qalamdan foydalanib o'rganganmiz. Sizlar ham shundan foydalaninglar. Bilasizlarmi nimaga? Mabodo noto'g'ri chiqib qolsa, misol uchun, bemalol o'chirib to'g'rilashinglar mumkin. Shuning uchun va mana shu liniyadan endi yuqoriga qaratib 90 gradusda chizamiz. Orqa kengligi plus harakatlanish haqqiga 1 sm qo'shdik va shu holatda tepadan yelka qiyaligi uchun 4 sm tushib olamiz. Buni bo'yin o'mizga tutashtiramiz. Qizlar, eng oson uslubini o'rgatyapman. Buni juda ham turi ko'p. Va mana shu holatda birato'la mana shu qiyaligini davom ettirgan holda 1,5 sm qo'shimcha qo'shib olamiz. Qizlar, buni futbolkada yelka kengligi ham kerak emas bizga. Proyma uzunligi ham, yeng o'miz uzunliklari ham kerak emasda. Mana shu eng oson usulini sizlarga o'rgatyapman, lekin zo'r chiqib beradi. Sizlarga murakkabrog'ini keyin yana boshqa darslarda yana ham o'rgataman. Hozir eng osondan boshlayapmiz. Endi bizga ko'krak kengligi kerak bo'ladi. Ko'kragimiz kengligi bizda 103 sm. 103 sm ni birato'la bo'lamiz 4 ga.
teng bo'lganimizda bizda 25 u 7lar chiqadi. Mana shuni biz 26 qilib to'g'rilab olamiz. 2-3 millimetrlar ko'p o'ynamaydi qizlar, farq qilmaydi. Shuning uchun doim aytaman 0,5 santimetrgacha bo'lgan 2-3 millimetrlarda to'g'rilab olsak bo'ladi. Buni kamaytirsak tor bo'lib qolishi mumkin, lekin kengaytirib qo'shib oldik. 25 u 7 dan yana oshiq chiqadi. Kalkulyatorda o'lchab ko'ringlar. Chunki 20+4 bo'lgan 26 chiqaradi. Xo'p, xullas 26. Endi bunga